Bugun sizlar bilan o'quvchilarning eng ko'p qonini ichadigan so'zlardan biri get to'g'risida gaplashamiz. Get o'zimga ham yoqmaydi, o'zim ham ishlatishga qiynalaman rosa, chunki bitta so'zi 50 xil tarjimasi bor. Lekin asosiy xudo xolisi bugun bitta logikasini yodlab olsak, asosiy ishlash prinsipini tushunib olsak, u yoqda xolisi muammo bo'lmaydi. Avvalambor bitta narsani bilishimiz kerakki, get bizada fe'l, ya'ni verb hisoblanadi va verb bu o'zi gapda asosiy ishlatilinishi bu ish harakatda ma'nosini bildiradi. Lekin get holati men verb bo'lgani bilan sal boshqacharoq. Get bizada jarayonni o'zini bildirmaydi-da, jarayondan keyingi natijani bildiradi. Buni hozir yaxshiroq ko'rib chiqamiz. Prosta umumiy get logikasini tushunib olsanglar bo'ldi. Get tarjima qilayotganimizda odatda eng birinchi tarjimasi bizada olmoq deb tarjima qilinadi. Ya'ni biz getni buy ma'nosini bersak bo'ladi, getga receive ma'nosini bersak bo'ladi, obtain ma'nosini bersak bo'ladi. Ya'ni olish, nimadirga ega bo'lish. Misol uchun I got a new phone. Men yangi telefon sotib oldim. I got a message from my friend. Men o'rtog'imdan yangi сообщение qabul qilib oldim. Ya'ni o'sha сообщениeni oldim, telefonni oldim, sotib oldimmi ma'nosini beradi. Bu yerda hozir get got bo'layotgani prosta o'tgan zamoni bu. Bu hali ham get. O'shani adashtirmaylik. Undan tashqari get bizada become so'zini ma'nosini berishi mumkin. Become bizada bo'lmoq degani. Bu yerda gapimga yaxshilab e'tibor beringlar. Become o'rnida keladi demayapman. Become ma'nosini beradi deyapman. Bundan o'zimizga shu xulosani chiqarib olishimiz kerakki, ingliz tilida sinonimlar har doim bir xil ishlayvermaydi. Ya'ni bitta so'z bitta o'rinda, ikkinchi so'z faqatgina ikkinchi o'rinda keladi odatda. Shuning uchun ko'pchilik menga yoqmaydigan videolarni Instagramda chiqib qolib, agar sen beginner bo'lsang, sorry deysan-da, agar advanced bo'lsang, my bad deysan. Yo'q, unaqa emas. Sorry alohida holatda ishlatiladi, my bad alohida holatda ishlatiladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Get bilan become boshqa so'z. Bitta ma'noni bersa ham, shu narsani avvalambor adashtirmaylik. Endi misollarga keladigan bo'lsak, I got angry. Men jahlim chiqdi. Yoki I'm getting cold. Men so'yibman. Bu gaplarda qanaqa bo'lyapti? Birinchi gapda I got angry edi, meni jahlim chiqdi. Ya'ni meni holatim bitta holatdan ikkinchi holatga o'zgardi. Ya'ni men jahlim chiqmagan edi, u meni jahlimni chiqardi. Ya'ni sekin meni jahlim chiqdi, menda o'zgarish bo'ldi, change bo'ldi. Yoki I'm getting cold. Men suvdan, men isib turdim, sekin sovishni boshladim. Ko'rasizlarmi? Natija o'zgaryapti, oxirgi final result o'zgaryapti. Bu narsaga chuqur kirib ketishinglar kerak emas, buni oddiy so'z qilib qabul qilsanglar bo'ldi, lekin umumiy bitta logikasini tushunib olsanglar yaxshi. Undan tashqari get bizada arrive, reachlarni ma'nosini beradi. Ya'ni yetib borish, yetib olish ma'nosini beradi. Bizga beginnerlarga taxminan shu fe'lda endi o'tish boshlaganida, beginner darajani bir yarimlarida I get home degan frazani o'rgatamiz. Ya'ni men uyga mana shu paytda yetib boraman. Nega I arrive home emasda I get home o'rgatamiz. Buni sabab shundaki, get bizada ingliz tilida og'zaki nutqda ko'p ishlatiladigan so'zlardan biriga kiradi. Ya'ni imенно og'zaki nutqda get sizlar yozma ravishda juda kam ishlatasizlar og'zakiga qaraganda. O'shaning uchun bizada I arrive home deyish ham to'g'ri, lekin I got home deyish bizada tabiiyroq. Tabiiyroq, inglizidagi yaqinroq. Yoki biz aytsak bo'ladi, we got to the airport early. Ya'ni biz aeroportga vaqtli bordik. Va biz aytsak get home bo'lish shart emas, har xil holatlarda ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni umumiy holati yetib borishi ma'nosini beryapti. Getda yana bitta ishlatilinish holati, buni og'zaki nutqda ko'p uchratgansizlar. Bu understandda ma'nosini berish. Ya'ni biz savol berayotganimizda do you understand demaymiz-da, do you get what I mean deymiz. Ya'ni nima deyotganimni tushundingmi degan gap bo'lyapti. Ko'rasizlarmi, understandda ma'nosini beryapti. Bu yerda umumiy logika qanaqa bo'lyapti? Bizda natija so'ralyapti. Men senga nimadir narsani so'radim, sendan nimadir qiziqdim, natijada sen meni tushundingmi? Ko'rasizlarmi? Umumiy holatda resultga qaratilgan bo'ladi get. Undan tashqari get bizada experience ma'nosini berishi mumkin. Bu yerda hozir ma'nosi deyotganimda yuqorida aytgandek, become'dagi xuddi experience tarjimasi nazarda tutilayotgani-yu, odam hayotida bir o'tkazgan narsasini. Bunga misol qilsam tushunarliroq bo'ladi. I got a cold. Ya'ni men kasal bo'lib qoldim. Men shu kasallikni boshimdan o'tkazdim. Yoki she got fired. U ishdan bo'shatildi. U ishdan shu bo'shatilinishi u qanaqadir bir experience boshidan o'tkazdining ma'nosini beryapti. Ya'ni bu yerda getni ma'nosi biz o'zimizga qilayotgan ish harakat emas, ish harakat bizga chetdan ta'sir qilyapti. Tushunasizlar? Aylanib o'lgarib o'sha yuqorida aytganimdek, umumiy bir natijani ma'nosini beryapti, aktivnosti emas. Va yana grammatikaga qaytadigan bo'lsak, get bizada have bilan keladi. Ya'ni biz have got deb beramiz. Biror bir narsaga ega bo'lish. Bu topik bo'yicha men alohida video olgan edim beginnerlar uchun. Mana men bu silka bo'yicha ko'rsanglar bo'ladi. Umumiy logikasi shundaki, have ham have got ham bizada bitta ma'noni beradi.
have got bizada og'zaki nutqda ko'proq ishlatilinadi va grammatika jihatdan have got bizada hozirgi ma'nosini beradi. Ya'ni biz have gotni o'tgan zamonda ishlatmaymiz. O'tgan zamonda sizlar have gotni ishlatib I had got a car deydigan bo'lsangiz, bu narsa noto'g'ri bo'lmaydi. Bu narsa uncommon bo'ladi. Uncommon nima degani? Ingliz tilida biz ma'lum bir narsalarni inglizlar qandoq foydalansa, shunaqa qilib ishlatamiz. Ya'ni bu yerda tarjimasi yoki grammatika jihatdan to'g'ri noto'g'riligi emas. Inglizlar ishlatyaptimi? Ha, demak ishlatsa bo'ladi. Inglizlar ishlatmayaptimi? Demak ishlatmaganimiz ma'qul degan bir logika bo'yicha ishlaydi bu narsa. Shu o'rinda get bizada past participle bilan keladi. Past participle bilan kelganda bu narsa passive deb bilamiz, passive deb nomlanadi. Passive umumiy logikasi qanaqa? Passivda bizada subject keladi, ketidan to be keladi, ketidan verb past participle ko'rinishi, ya'ni 3-ko'rinish keladi. Biz xuddi shu logikadan foydalanib to be ni o'rniga getdan foydalansak bo'ladi. Misol qilib bersam tushunarliroq bo'ladi. I got my phone fixed. Ya'ni men telefonimni tuzattirdim, telefonim tuzaldi degan so'zni ma'nosini beryapti. Yoki he got his car stolen. U mashinasini o'g'irlattirib qo'ydi. Ko'rasizlarmi? Bu yerda got kelyapti va u yog'i past participle bo'lyapti. Bu yoqda ham biz oxirgi natijani gapiryapmiz. Ya'ni u telefonini tuzattirdi yoki u mashinasini o'g'irlattirib qo'ydi. Ko'rasizlarmi? Oxirgi natijasi gapirilyapti. Agar past participle bilan ishlash sizlarga qiyinlik qilayotgan bo'lsa, bu qoidani prosta deb o'tib ketinglar, chunki oldin past participle ishlatilish umumiy holatda bir passivni yaxshilab ishlatishni o'rganib olsanglar, keyin bu narsa ancha tushunarliroq bo'ladi. Passiv yaxshi bilmasanglar, mana bu video bor, ko'ringlar, juda ham zo'r chiqqan. Bugungi videodan biz xulosa qiladigan bo'lsak, getda biz ish harakati jarayonini emas, ish harakatdan keyingi bo'lgan o'zgarishlarni yoki natija to'g'risida gapirayotganimizda ko'proq getdan foydalanamiz. Umumiy logikasi shu. Getni agar chuqurroq o'rganaman desanglar, bundan ko'proq qoidalar kerak bo'lsa, shunda Telegram kanalimga o'tsanglar, sizlarga PDF yasab qo'ydim. Uning ichida get bo'yicha bugungi o'tilgan hamma mavzu, hamma misollar va undan tashqari getda adjective bilan prepositionlar bilan kelishi cho'tki qilib o'rgatilgan. Berib qo'yganmi? Xullas, shundan kirib o'rganib olsanglar bo'ladi.